Demek mavzular, paralel algoritmlar va shablonlar. Quyidagi reja asosida ko'rib chiqamiz. Paralel algoritmlar, parallel qidiruv, parallel saralash, merge sort, query sort, parallel matrisalarni ko'paytirish, shablonlar bo'yicha map, reduce va fork join, pipeline, eh, parallel looplar, ya'ni parallel sikllar, load balancing masalasi, scalability tushunchasi. Demek paralel liner search chiziqli qidiruv. Demak, massivda elementlarni qidirishda chiziqli qidiruv asosida amalga oshiriladi. Algoritmning asosiy g'oyasi bunda katta massivni bir nechta kichik qismlarga bo'lib, har bir qismda alohida potoklar bo'yicha, ya'ni oqimlar yoki jarayon bo'yicha qidirish amalga oshiriladi. Bu usul oddiy va samarali hisoblanadi. Demak, diagrammani qaraydigan bo'lsak, mana 16 ta element keltirilgan. 3, 7, 2, 9 shu tartibda 16 ta element keltirilgan. Agarda bularni 4 ta demak oqimga bo'ladigan bo'lsak, mos ravishda oqimga bo'ladigan bo'lsak, 0 dan 3 gacha, 4 dan 7 gacha bo'lgan sonlar, 8 dan 11 gacha hamda 12 dan 13 gacha bo'lgan sonlar masalasida teng demak jarayonlarni teng bo'lgan holda potoklarda bajarishimiz mumkin. Bunda qidiruv ishdan demak bu yerda demak afzalliklari nimalardan iborat bu algoritmimizni amalga oshirish juda oson. Qiymatlarni samarali o'qib olish imkoniyati bor. Demak, load balancing, ya'ni har bir oqimda e, har bir oqimda teng elementlar joylashgan. Load balancing degan tushunchaga shu narsani bildiradiki, har bir oqimda e, yadroga berilgan topshiriqlar soni teng. Shu sababli bitta potok ikkinchi potokda natijasini kutmaydi. Ya'ni asosiy prosessorni e, demak potoklarni bajarilishiga nisbatan teng bajariladi va bir-birini kutmasdan bir xil vaqtda bajarilganligi sababli deyarli bir xil vaqtda bajarilgani sababli deyarli bir-birini kutmaydi va dastur kodi bajarilishi samarali ravishda amalga oshiriladi. Kamchiliklari to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, eng yomon holat bunda birinchi topilgan element keyingi qismlarda ham bo'lishi mumkin. Mana bu Linux uchun nimasiga diagrammasiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana 3, 8, 12, 6, 12 ko'rinishidagi demak diagrammada demak chiziqli ravishda mana qidiradigan 6 degan elementni qidiradigan bo'lsa, birinchi mana 3, 8, 12 mana topilmagandan keyin 4-chi nimada elementda 6 qidirilyapti. Mana shunda chiziqli tartibda qidiruv amalga oshiriladi. Tak. Aynan shu to'g'risida gaplashdik. Parallel qidiruv ham oddiy ketma-ket qidiruv kabi eng yomon holatda barcha elementlarni tekshirish kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni parallel qidiruvda ham ketma-ket mana shu oldingi diagrammadagi kabi mana ketma-ket ravishda barcha elementlarni qidirib chiqish kerak bo'ladi. Parallelda ham xuddi shu narsa bo'lishi mumkin. Bunda e, barcha elementlar qidirib chiqiladigan bo'lsa, unda buning ham demak samaradorligi deyarli ketma-ket amalga oshirilganligi kabi bo'ladi. Demak, massivni ko'radigan bo'lsak, mana massiv 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gacha berilgan. Qidirilayotgan element 10 bo'lsin. Bunda 10 ta qadam bajarishga to'g'ri keladi, chunki 10-element eng oxirida joylashgan. Agarda demak buni to'rtta potokka bo'lib ishlaydigan bo'lsak, demak birinchi oqimda 1, 2, 3, ikkinchi oqimda 4, 5, 6 elementlari, ya'ni 10 mavjudligi tekshiriladi. Uchinchi oqimda 7, 8, 9 mana bunda ham tekshiriladi. Eng oxir to'rtinchi nima oqimda esa 10 tekshiriladi va element mavjudligi topiladi. Barcha oqimlar deyarli bitta massivni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Parallel bo'lsa ham
vaqt jihatdan katta yaxshilanish yuzaga kelmaydi. Ya'ni vaqt jihatdan yuqori samaradorlikka erishib bo'lmaydi. Birinchi topilgan element keyingi qismlarda ham bo'lishi mumkin. Oldingi nimadagi mana bu yerda ko'rsatilgan mana birinchi topilgan eng yomon kamchiliklardan birisi, demak birinchi topilgan element keyingi qismlarda ham bo'lishi mumkin agarda shu holatni ko'rib chiqamiz. Bu muammo shundaki, elementlarning massivida birinchi paydo bo'lishi bilan parallel qidiruvda birinchi topilishi bir xil emas. Masalan, mana misolni ko'radigan bo'lsak, massiv mana bu yerda misol keltirilgan. 5, 5, 2, 7, 8, 8, 3, 8. Agar shu nimada 8 degan elementlarni qidiradigan bo'lsak, birinchi topilgan element to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda elementlar unikal emas, ya'ni e, massivda bir nechta bir xil qiymatli elementlar mavjud. Demak, bunda qidiruv amalga oshiriladigan bo'lsa, bunda ketma-ket qidiruvda birinchi topilgan element indeks 3 bo'ladi. Ya'ni noldan boshlanganligi sababli indeksni nollinchi qiymatida 5 turibdi, to'rtinchi mana to'rtinchi ketma-ket ravishda kelib turibdi 8. Shuning uchun 0, 1, 2, 3, ya'ni to'rtinchi element 3 indeksiga to'g'ri keladi. Birinchi demak 8 topiladi. Parallel qidiruvda esa bu qanday amalga oshiriladi? Parallel qidiruvda mana birinchi oqimda demak 5, 2, 5, 2 mana bu yerda topmadi. 7, 8 topildi. Indeksi 3 deyildi. Mana 7, 8 elementning ichida 8 qidirilganda 8 topildi. Uchinchi oqimda esa 8, 3 mana bu yerdan topildi. Mana indeks 4 va eng oxirgi 8, 9 da demak indeks 6 topildi. Demak 3 marta 8 elementi qaytarilmoqda. Qiymati bir xil. Muammo. Bu yerda qanday muammo yuzaga keladi? Demak, oqim 3 yoki oqim 4 tezkor ishlasa, shu oqimlardan demak, assembler konstruksiyalari qandaydir ma'noda tezroq ishlaydigan bo'lsa, demak, oqim 3 yoki oqim 4 tezroq ishlasa, ular indeks 4 yoki 6 dagi 8 ni qaytarishi mumkin. Lekin aslida birinchi element 8. Demak, birinchi mm, 8 elementi indeks 3'te mana bu yerda. Mana 0, 1, 2, 3. Demak, elementda birinchi tartib raqami bo'yicha demak indeks 3 ga teng bo'ladi. Bu muhim. Agar qanday jihatdan muhim, indeksda birinchi uchragan element topish masalasi muhim bo'ladigan bo'lsa, bu juda muhim hisoblanadi. Demak, siz aynan birinchi uchragan elementni topishingiz kerak bo'lsa, demak bu muhim. Massivda dublikat takrorlanuvchi elementlar bo'ladigan bo'lsa, demak bularni e, demak potoklarni qanday qilib hisoblashimiz kerak, o'shani o'ylanib ko'rishimiz kerak. Element pozitsiyasi muhim bo'ladigan bo'lsa, bu e, demak muhim hisoblanadi. Ya'ni birinchi qaysi element qaysi pozitsiyada uchrashini yoki birinchi uchrash yoki oxirida uchrashi masalan pozitsiyasi muhim bo'ladigan bo'lsa, bu masala muhim hisoblanadi. Xulosa, parallel liner switch tez bo'lishi mumkin, lekin u har doim ham massivdagi elementning birinchi pozitsiyani birinchi pozitsiyasini kafolatlamaydi. Ya'ni birinchi uchrashini parallel liner switch orqali buni topib bo'lmasimiz mumkin. Chunki hozir ko'rdik, potoklarni ayrim qaysi birisidir assembly konstruksiyasi tezroq ishlashi sababli boshqa indeksni qaytarishi mumkin. Hmm, chunki bu yerda potoklar mustaqil ravishda ishlaydi va turli tezliklarda ishlashi mumkin. Demak, keyingi diagrammani ko'radigan bo'lsak, bu yerda parallel liner switch bo'lsa, mana asl massiv 16 ta elementdan iborat. E, yuqoridagi diagrammani ko'rib turibsiz. Bu diagrammada qidirilayotgan qiymat 12 deb oladigan bo'lsak, 12 degan qiymatni qidiramiz desak, tak, buni to'rtta oqimga bo'lishimiz mumkin. Demak, birinchi oqimda street noldan demak 3, 7, 2, 9, 11, 13, 10, 14. Demak, bularning orasidan 12 degan qiymat qidirilmoqda. Demak, bularning ichida 12 degan qiymat mavjud emas.
Keyingi oqim demak Srit 1da 4185 dan qidirilmoqda. Bu yerda ham natija topilmadi. Uchinchi oqimda 8dan 11gacha, 8dan 11gacha mana 8-pozitsiyada 6, 0, 12, 15 mana indeks bo'yicha 8dan 11gacha indeks bo'yicha qidiradigan bo'lsak, qiymatlar 0, 12, 15 bu yerda topiladi, chunki 10-pozitsiyada 12 qiymati uchraydi. Uchinchi oqimda esa 12dan 15gacha bu yerda demak topilmaydi. Natijada indeks topiladi. Endi bu yerdagi qiymat unikal qiymat. Unikal qiymat, bu yerda bitta qiymat ikki marta takrorlanmagan. Shu sababdan bu parallel Liner Search uchun yaxshi natija beradi. Evet. Demak, dastur kodini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunda parallel ishlashimiz uchun demak, birinchi include EOStream, ya'ni C++da darslarimizda gaplashganmiz. C++da sizlar darslarni avval dasturlashtirilgan C++ o'tgan sababli C++da kodini berishga harakat qildim. Include EOStream demak kirish chiqarish oqimini, asosiy oqim demak ochildi. Include vektor turdagi konteyner bibliotekasi ochildi. Include OMP demak parallellashtirish uchun mana shu biblioteka ishlatilmoqda. Parallel chiziqli qidirish funksiyasi parallel liner switch mana funksiya tuzib oldi. Funksiyaning vektor tipidagi demak target, mana funksiyada target r demak nimalari bor? Parametrlari bor bu funksiyamizni. Demak, bu yerda topilgan indeksi found index, nechanchi elementda topiladigan bo'lsa, demak, yana shu o'zgaruvchilar belgilab olingan. Har bir oqim demak bu yerda parallel region o'zgaruvchimiz har bir oqim uchun massivning bir qismida qidiradi. Demak, har bir oqimda massivning biror qismini yuqoridagi diagramma bo'yicha ko'rib olgan diagrammamiz bo'yicha bo'lib olib, shu massivni ichidan berilgan qiymatni qidiradi. Demak, bu yerda demak, bu yerda har bir oqim uchun qidiruv oralig'ini hisoblaydi. Chunki mana bu chunk size massiv elementlarni nechta element bo'lsa, shu elementni aniqlaydi. Keyin shuni oqimlar soniga bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yerda nechta elementdan oraliqda hisoblashligi kelib chiqadi. Demak, bu yerda har bir oqim uchun lokal qidiruv mana ya'ni mana bu qiymatga target, ya'ni target qiymatimiz qidiriladigan qiymat nechta 12 bo'lsa, demak kiritildi yuqorida. Shu asosda massivdan mana agar shunga teng bo'ladigan bo'lsa, mana mavjudligi tekshiriladi. Tak. Keyingi nimamiz parallel saralash. Nima vizual holatdagi ko'rinishi. Bu algoritmning vizual holatdagi ko'rinishi. Demak, parallel saralash bu kattaroq massiv yoki ma'lumotlarni tezroq tartiblash maqsadida bir nechta protsessor yoki hisoblash birliklaridan foydalaniladigan texnikadir. Ko'pincha katta hajmdagi ma'lumotni saralashda vaqtni qisqartirish uchun parallel algoritmlar qo'llaniladi. Bu usulda massivning bir qismlari bir nechta protsessorlar orasida taqsimlanadi va ularning har biri o'z qismini parallel tarzda saralaydi. Oxirida albatta saralangan bo'laklar birlashtiriladi. Demak, algoritmni vizualizatsiyasini ko'radigan bo'lsak, mana 38,7 demak 3, 6, 7 son berilgan. 7 son dastlab 2 ta
oqimga bo'linyapti. Demak, meja sortning ishlash sxemasi quyidagicha: massivni ikkiga bo'lib, har bir qismini alohida oqimlarga yuborish. Har bir oqim o'z qismini mustaqil ravishda merge sort algoritmi bilan tartiblaydi. Tartiblangan qismlar parallel ravishda birlashtiriladi. Demak, vizual holatda mana ikkita nimaga bo'lindi. Ee, Mana birinchi oqimning elementlari, mana ikkinchi oqimning elementlari. Yana mana to bitta element qolgancha bular hammasi bo'laklarga bo'linib boradi. Mana to'rtta element ikkidan bo'lindi. 38, 27 yana bitta nimaga 43. Keyin tak, 43. Mana bu yerda saralash, bu ikkita elementdan bitta saralash boshlandi. Mana 27, 38, 3, 43. Barcha, demak, har bir bo'lingan etaplarda bular saralash olib boriladi. Mana demak, oxirida birlashtirish natijasida 3, 27, 38, 43. Mana keyin ikkinchi oqimda 9, 10, 82 hamda ikkita oqimdagi ma'lumotlar tartiblangan ravishda uyushtiruv, mana bu ikkita massiv tartiblangan holatda birlashtiriladi. Demak, tak, keyingi mana menejer jarayonini, demak, dastlab ikkiga bo'linishi diagrammada. Demak, yana bo'lish amalga oshirildi. Mana 38, 27, 43 bitta elementgacha, demak, qolgancha, demak, bo'lib chiqilinadi. Bu birinchi bosqich bo'lish jarayoni. Ikkinchi bosqich birlashtirish jarayoni. Demak, kichik qismlar tartiblanadi. Eng kichik qismlar tartiblanadi. 27, 38, 27, 43 mana bu yerdagi tartiblandi. 27, 38, 3, 43. Tartiblangan qismlar birlashtiriladi. Endi kattaroq nimaga, mana kattaroq qismlar birlashtiriladi. Yakuniy natija mana shuning tartibga chiqadi. Parallel birlashtirish tartibi, demak, oqimlar mana oxirida birlashtirildi diagrammadan. Demak, parallel measure sort bu klassik measure sort algoritmini bir nechta oqimlar jarayonlarida parallel bajarish orqali tezlashtirish usulidir. Merge sort bu bo'l va hukmdorlik qil, David and Conquer strategiyasiga asoslangan saralash algoritmidir. Oddiy merge sortga qaraganda qanday ishlaydi bu? Demak, uchta asosiy qadam mavjud bunda. Demak, masalalarni bo'lish, har bir qismni rekursiv ravishda saralash hamda bir tushunmadim. Tak. Uzr, hozir. Demak, slayd ko'rinib turibmi bolalar? Ko'rinmayapti. Yo'q, Oldin ko'rinmayapti. Ha, Qachonli bo'ldi bilmadim. Qarab hozir. Поделиться. ko'rindi domla. Ko'rindimi? Ha. Tak, kelgan joyimiz mana tak. Demak, bizga quyidagicha boshlang'ich massiv berilgan bo'lsa, 38, 27, 43
982 demak 10 demak birinchi bosqich darajalar bo'yicha bo'lish. Mana demak bunda 3, 6, 7 element berilgan. Demak bo'linganlar dastlab 4, keyin 3 bo'lingan. Mana ikkinchi darajada 38, 27, keyingi darajada eng kichik qismlargacha ajralib chiqildi. Har bir qism bitta elementgacha bo'lib chiqiladi. Endi ikkinchi bosqichda merge demak birlashtirish e, qismi. Bunda eng pastdan yuqoriga ko'tarilib sirlangan tartibda birlashtiriladi. Demak, mana etapma-etap ko'rib turibsiz. Birlashtirish tartiblarini. Demak, amaliy misol mana boshlang'ich mana shunday misol berilgan bo'lsin. Bunda demak birinchi bosqich bo'lish, parallel bo'lish mana to'rtta oqim bo'yicha bo'linyapti. Ikkinchi nimada ikkinchi oqimda o'z qismini parallel saralab olyapti. Uchinchi bosqichda mana ketma-ket yoki parallel birinchi darajadagi merge mana saralash, tartiblash algoritmi. Demak, oxirida natija mana bunday. Bu bosqichda bir vaqtning o'zida bajariladi. Demak, bu bosqichlar bir vaqtning o'zida parallel ravishda bajarilayotgan jarayonlardir. Endi keyingi masalamiz matrisani parallel ko'paytirish. Demak, matematik tarif. Masalan, agar m ga n matrisa berilgan bo'lsa va b n ga p matrisalar berilgan bo'lsa, natijani s m ko'paytirilgan p demak shaklida bo'ladi. Ya'ni ikkita matrisani elementlar bo'yicha ko'paytirish, satrlarni ustunlar bo'yicha ko'paytirib chiqish amalga oshiriladi. Mana bir, masalan, mana bu ko'paytirish jarayoniga e'tibor beradigan bo'lsak, 1, 7, 2, 9, 3, 11. 3, 11. Tak. Keyingi nimamiz mana ham shu tartibda ko'paytirilib chiqiladi. Demak, mana formulasi. Demak, bu yerda massiv 0 dan n-1 gacha o'zgaradi. Ya'ni elementlar soniga mos ravishda. Demak, bu yerda qatorlar ustunlarga ko'paytiriladi. Parallel bu yerda bu masalani parallel bajarishimiz mumkin. Demak, qatorlar bo'yicha parallellashtirishimiz mumkin. Har bir qatorni alohida ko'paytirish imkoniyati mavjud, chunki buni boshqa boshqa qatorlarga bog'liq joyi yo'q. Bitta yadroda hisoblashni tashkil qilsak bo'ladi. Mana bu keyingi qatorni keyingi yadroda, keyingi qatorni mana uchinchi qatorni ikkinchi 0, 1, 2, 3 oqimda tashkil qilish mumkin, chunki bu yerda 3 qator mavjud. Demak, parallel ko'paytirish usullari to'g'risida. Demak, birinchi usul qatorlar bo'yicha parallellikni amalga oshirish mumkin. G'oya bunda har bir qatorni alohida demak yadrolarda hisoblash. Demak, A matrisasini qaraydigan bo'lsak, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 demak 4ta satr, 3ta ustidan iborat bo'lgan matrisa elementlari. Demak, bunda qator birinchini mana qator 2, qator 3, qator 4 tartibda mana alohida yadrolarga yuklashimiz mumkin. Buni mana demak buni mana kodda amalga oshirilishini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda funksiya tuzib olingan kompyuter hisoblash, demak qator bo'yicha hisoblash, ABC qator nimasi kiritilgan. Parametrlari bitta qatorni hisoblash, demak qator teng demak qiymatini inga uzatdi. Bunda demak sikl tashkil qilindi. J in range p. Demak mana siklda J'dan P'gacha bo'lgan demak massiv tashkil qilindi. Demak, bu yerda qatorni mana BK deganimiz har bir keyingi elementni ustundagi elementlarga ko'paytirib chiqariladi. Endi bu yerda har bir qator uchun mana
oqimlar yaratildi. Thread. Bu yerda chunki mana oqim qayerdan paydo bo'ldi? Mana import threading degan biblioteka, ya'ni oqimlar bilan ishlovchi biblioteka ochildi. Mana bu yerda threading degan o'zgaruvchi tashkil qilindi. Threadingni mana thread ya'ni oqim degan metodi ishlatilib turibdi. Klassni mana threads o'zgaruvchisiga elementlarni qo'shib append ya'ni qiymatni qo'shish orqali ishlatilib turibdi. Yani demak oxirida demak mana bu elementlarni hisoblab natijani ko'rsatadi. Parallel dasturlashning asosiy maqsadi demak hisoblash tezliklarini oshirish, katta hajmdagi masalalarni qisqa vaqt ichida hal qilish va resurslardan samarali foydalanishdir. Tezkorlikni oshirishning dasturiy yondashuvlariga asosan algoritmlarni qayta tashkil etish, vazifalarni bo'lish va ularni turli oqimlarga taqsimlash orqali amalga oshiriladi. O'tgan darslarimizda demak biz bir parallellashtirish qonunlari to'g'risida gaplashganmiz. Shulardan 10 minutdan keyin qayta yo'llanamiz. Demak, tezkorlikni oshirishning dasturiy yondashuvlariga asosan algoritmni qayta tashkil etish, vazifalarni bo'lish va ularni turli oqimlarda taqsimlash orqali amalga oshiriladi. Demak, Andal qonuniga ko'ra tizimning tezkorligi uning sekin bajariladigan qismiga bog'liq bo'ladi. Gustafson qonuniga ko'ra esa ko'p yadro tizimlar kattaroq masalalarni parallel ravishda tezroq yecha oladi. Shuning uchun samarali parallel algoritmlarni ishlab chiqish parallel dasturlashning eng muhim jihatlaridan birisi hisoblanadi. Endi Andal qonuniga to'xtaladigan bo'lsak, demak bu 1967 yilda ishlab chiqilgan, yaratilgan qonun parallel yechimning eng yaxshi ketma-ket yechimiga nisbatan maksimal nazariy samaradorligini tavsiflaydi. Bunda mana formuladan Sn teng 1 taqsim alfa plus 1 minus alfa bo'lib taqsim n. Sn bu yerda hisoblashni necha marta tezlashtirish mumkinligini bildiradi. N esa prosessorlarning, ya'ni yadrolarning soni. A esa ketma-ket bajariladigan kodlar usuli yo'q. Bu yerda kodlar usuli ulushi deyilgan, bu ya'ni dasturning qaysi aynan ketma-ket bajariladigan qismi kodning qancha foizini tashkil qiladi. Demak, ketma-ket bajariladigan qismning foizi. ಯಾಕೋ ವಾಜ್ ಕರ್ತಾರ Savol bormi? Demak, keyingi qonunga o'tamiz. Gustafson-Barsiz qonuni. Gustafson-Barsiz qonuni 1988-yilda ishlab chiqilgan. Bir vaqtning o'zida bajariladigan hisoblash oqimlari soniga va ketma-ket hisoblash ulushiga qarab parallel dastur bajarilishining ruxsat etilgan maksimal tezlanishini baholaydi. Demak, Gustafson-Barsiz qonuni formulasiga e'tibor beramiz. Sn teng n plus 1 minus n ko'paytirilgan alfa. Bunda alfa dasturdagi ketma-ket hisoblashlarning ulushi. Ya'ni 0 dan 1 gacha bo'lgan oralikdagi ulushi. N minus demak n deganimiz bu yerda prosessorlarning soni. Demak, jarayon to'g'risida gaplashamiz. O'tgan darslarimizda node degan tushuncha, chunk degan hamda demak hisoblash jarayonlarini tashkil qiladigan terminlar to'g'risida gaplashganmiz. Jarayon demak tushunchasi bu parallel hisoblashni tushunishda asosiy o'rin tutadi. Jarayon process bu operatsion tizim tomonidan boshqariladigan va mustaqil ishlovchi hisoblash birligi bo'lib, u o'zining xotirasi, resurslari va protsessor vaqtiga ega. Bir vaqtning o'zida kompyuterda bir necha jarayon ishlashi mumkin. Masalan, foydalanuvchi bir paytning o'zida matn muharriri, brauzer va musiqa pleyleridan foydalanishi bu ko'p jarayonni ishlashga misol hisoblanadi. Hisoblash oqimlari, ya'ni threadlar esa jarayon ichida bajariladigan eng kichik hisoblash birliklari hisoblanadi.
Nisbiy parallellik va haqiqiy parallellik tushunchasi. Demak, nisbiy parallellik bitta klass e, parallel hisoblash ikki xil tushunchadan mavjud: nisbiy parallellik va haqiqiy parallellik. Nisbiy parallellikda vazifalar navbat bilan bajariladi, ammo foydalanuvchi ularni bir vaqtning o'zida bajarilayotgani ko'rinadi. Ya'ni barcha dasturlar e, bajarilayotgan kod qismlari navbatma-navbat bajariladi. Bu esa ikki uchta kodni bir xil vaqtda bajarilganda seziladi, lekin bu nisbiy parallellik hisoblanadi. Bu asosan bitta yadroli prosessorlarda kuzatiladi, ya'ni bitta prosessorga ketma-ket ravishda, masalan, bitta bajariladigan dasturning ma'lum bir qismini ikkinchi dasturning ma'lum bir qismini yuklaymiz. Bizga esa demak nisbiy ravishda, demak ikkisini ham parallel ravishda bir bajarayotgandek ko'rinadi. Keyingi nimamiz haqiqiy parallel esa bir nechta yadrolar mavjud bo'lgan tizimlarda yuz beradi. Bunda bir nechta vazifalar bir vaqtning o'zida turli yadrolarda bajariladi. Masalan, bitta yadroli prosessorda video tomosha qilinsa, bu boshqarisida esa fayl yuklab olish amalga oshiriladi. Demak, asosiy xususiyatlarni to'xtaladigan bo'lsak, nisbiy parallellikning bitta prosessor vazifalar orasida tezda almashadi va shu orqali bir vaqtda bajariladiganidek ko'rinadi. Asosan ko'p foydalanuvchi so'rovlarga tezkor javob berish muhim bo'lgan muhitlarda qo'llaniladi. Haqiqiy parallellikda demak vazifalar kichik bo'laklarga bo'linib, alohida yadro yoki prosessorlarda bajariladi. Race condition degan muammo bor, shu to'g'risida tushuncha beraman. Bu ham asosiy terminlardan birisi. Race condition zaifligi. Demak, race condition deganimiz bu turli xil turli oqimlarda turli oqimlarda bir xil o'zgaruvchiga qiymat yozish jarayonida kelib chiqadigan muammo hisoblanadi. Ya'ni A degan o'zgaruvchi masalan to'rtta oqimda ham mavjud, aynan bir vaqtda o'zgaruvchining qiymatini o'zgartirishi mumkin. Parallel o'zgaruvchilar shuni qiymatini o'zgartiradigan bo'lsa, bunda race condition muammosi kelib chiqadi. Demak, bu tizimlarda ikkita yoki undan ortiq jarayon yoki oqimlar bir vaqtning o'zida umumiy resurslarga murojaat qilganda yuzaga keladigan holatda, agar bu jarayonlar o'zaro muvofiqlashmagan bo'lsa, kutilmagan xatti-harakatlar yoki xavfsizlik muammolariga olib kelishi mumkin. Bu jarayonning vazifasi tizimdan faylni o'qish, ikkinchi jarayonning vazifasi esa faylga yozish. Agar ular bir vaqtning o'zida nazoratsiz qolsa, bitta fayldan murojaat qilinsa, noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar paydo bo'lishi va xatoliklarga olib kelishi mumkin. Biz condition oldini olishimiz uchun demak o'zgaruvchilarni o'zgaruvchilarni nusxalari bilan ishlash mumkin. Nusxalarini olib, ular bilan ishlashimiz mumkin. Har bir potokda har o'zgaruvchining obyektlarni nusxalari bilan ishlanadi. Deadlock tushunchasi. Bu hisoblash muhitida bir guruh jarayonlar doimiy ravishda to'siqlanish holatiga tushadigan vaziyatdir. Bunda har bir jarayon boshqa jarayon tomonidan egallangan resursni kutadi va hech biri oldinga yurisha olmaydi. Mana diagrammadan demak, dedukni oldini olishning eng oddiy usuli bu bloklarni doimiy tartibga solib borishdir. Sinxronizatsiya masalasi. Sinxronizatsiya demak oqimlarning umumiy resurslardan tartibli foydalanishini ta'minlash uchun qo'llaniladi. Qiza 5 minut. Sabr, oz davom eting. Buning uchun turli mexanizmlar mavjud. Mutex, demak, semafor, monitor va boshqalar. Ularning yordamida bir vaqtning o'zida faqat bitta oqim umumiy resursdan foydalanishiga ruxsat beradi. Demak, shurda load balancing degan tushuncha bor. Bugungi temamizda, bugungi mavzumizga taalluqli load balancing. Bu potoklardagi topshiriqlarni bir xillikka olib kelish. Nima uchun bu narsa kerak? Chunki birinchi oqimga 3 ta zadacha qo'yib, topshiriq qo'yib, ya'ni masalan, to'rtinchi, uchinchi, to'rtinchilarga bittadan, ikkitadan qo'yadigan bo'lsak, bular potoklarni bajarilishini kutish yuzaga keladi. Bunda esa dastur
e, o'z vaqtida samarali tertib ravishda amalga oshirilmaymiz, ya'ni samarador kelisha olmaymiz. E, Demak, parallel tizimda barcha vazifalarni proses yadrolarga teng taqsimlash juda muhimdir. Agar bir yadro ko'p yuk olsa va boshqa yadrolar bo'sh qolsa, tizim samaradorligi kamayadi. Shu sababli parallel dasturlashda yuklarni optimal taqsimlash muhim vazifalardan biridir. Load balancing bu parallel dasturlashda barcha ishlovchi jarayonlar yoki tugunlar ishini teng taqsimlashdir. Agar bir nechta tugundan biri ortiqcha ish olib, boshqalari bo'sh tursa, samaradorlik pasayadi. Load balancing yordamida ishlar barcha tugunlar orasida adolatli, ya'ni teng taqsimlanadi va kompyuter resurslaridan maksimal foydalaniladi. Demak, bugungi darsimiz bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol eshitamiz. 1 minutdan keyin uzilish bo'ladi. Qaytadan kiramiz.